Ma'lumki, oqil inson dunyo va oxiratda najot topishga qiziqadigan, har ikki dunyoda halokat va zalolatdan qutqaradigan yo'llarni izlagan kishidir. Banda uchun najot va zafar sabablarini bilishga harakat qilishlik lozim bo'ladi. Shunday ekan, bugun najotga sabab bo'ladigan amallarning ba'zilari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Najot yo'llarining eng birinchisi va eng muhimi bu iymondir. Iymon bu Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga hamda taqdirning yaxshi va yomon ekanligiga ishonish iymon bo'ladi. Abdulloh ibn Amr ibn As roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Habibimiz Muhammad alayhisalom marhamat qiladilarki, kim do'zaxdan uzoqlashtirilishini, ya'ni kim o'zini do'zaxdan uzoqlashtirilishini va jannatga kiritilishini istasa, o'limi kelganda Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan holda bo'lsin, hamda odamlarga o'ziga qilinishini yaxshi ko'rgan muomalani qilsin. Demak, banda do'zaxdan uzoq bo'lishni xohlasa, jannatga kiritilishini xohlasa, eng avvalo nima ekan? Alloh va oxirat kuniga iymon keltirish. Hayotini mana shu mezon asosida qurish. Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, payg'ambarlarda haq ekanligiga iymon keltirish va shu mezon asosida yashash. Va yana hadisda davomida payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, inson o'zini insoniylik fazilatlari bilan bezangan bo'lishligiga targ'ib qilib, kim o'ziga odamlar qanday muomala qilishini xohlasa, u ham odamlarga o'shanday muomala qilsin. Biz o'zimizga odamlar yaxshi muomala qilishini, muloyim muomala qilishini, yaxshi so'z bilan murojaat qilishini xohlasak, o'sha amal avval o'zimizdan sodir bo'lishi kerak. Biz ham xuddi shunday muomala qilsak, bizga shu muomala qaytadi. Teskarisi bo'ladigan bo'lsa, biz qo'pol muomala qilsak, noto'g'ri muomala qilsak, demak o'sha muomala bizga qarab qaytib keladi. Payg'ambarimiz alayhisalom Allohga va oxirat kuniga iymon keltirish bandani do'zaxdan uzoq bo'lish, jannatga kiritilishiga sabab bo'lishini aytib turib, shu hadisning davomiga insoniylik muomalasi, insonlar o'rtasidagi muomala qanaqa bo'lishligi kerakligini ham bayon qilib ketyaptilar.